Hammaga salom do'stlar, sizlar Abcenter kanalida sizlar bilan men Maqsud Po'latov. Bugun biz sizlar bilan juda ham kerakli mavzuni ko'rib chiqamiz, chunki WhatsApp, Telegramlarimiz to'lib ketdi. Patent отказ bo'ldi, nima qilay? Yoki patentim annullирование bo'ldi, nima qilsam bo'ladi? Mana shu mavzu bo'yicha biz bugun sizlar bilan to'liq gaplashamiz. Sizlar yaxshi joylashib olasizlar. Sizlardan bitta podpiska, biz esa videoni boshlaymiz. Yo, bu Abcenter. O'qiysizmi, o'qimaysizmi? Muhimi, o'z hayotingizni o'zingiz boshqaring. Eslaringda bo'lsa, yaqinda men video oldim. Rossiyaga 26-yil ko'plarga patent отказ beryapti, studentlar reyestrga tushyapti degan videomiz chiqdi. Mana videoning silkasi o'tib ko'rsanglar bo'ladi. Bu alohida. Bu hozir patentdan ko'plarga отказ beryapti. O'sha holatda nima qilish kerak? Aytaylik, siz Rossiyaga keldingiz, birinchi oy dokumentingizda patentga topshirdingiz, sizga отказ bo'ldi. Sizda qanday yo'llaringiz bor Rossiyada qolish uchun yoki Rossiyada 1 yilga dokumentatsiya qilib yurish uchun? Birinchisi, patent отказ berdi sizga, sizda цель въезда работа, siz Rossiyadan chiqib ketishingiz kerak. Boshqa variantingiz yo'q, afsuski. Sразу aytib o'taman, agar sizga patent отказ bo'ldimi, sразу chiqib keting. Boshqa patentdan osporить qilaman, yuristlarga boraman yoki tam sudga topshiraman, foydasi yo'q. Siz patentga topshirdingiz, отказ berdi, siz chiqib ketdingiz. O'zbekistonga, Tojikistonga, Qirg'izistonga, o'z davlatingizga ketdingiz. Nima qilish kerak dalshi? Siz o'z davlatingizda turib Rossiya universitetlariga kechki yoki kunduzgi ta'limga o'qishga topshirsangiz bo'ladi. Bu konkretno sizni sharoitingizdan kelib chiqib, aytaylik, siz o'qishga 10% vaqtingizni ajratmoqchisiz, 90% siz ishlamoqchi. Bunday universitetlar ham bor. Dokumentingizni topshirasiz, O'zbekistondan turib, student bo'lib o'qishga kirasiz. Avgust, sentyabr oyi o'sha Rossiyaga kelib, hamma dokumentlarni olib 1 yillik dokumentatsiya qilib olasiz na основании обучения. Tushuntirdimmi? Agar siz 50% o'qiyman, 50% ishlayman desangiz, undaqangi universitetlar ham bor. Hammasida tartib bir xil. Endi qarang. Har bitta universitetdan sizga dokumentlar avgust, sentyabr oylari berilishi boshlaydi. Shuning uchun avgust, sentyabrdan oldin qaysidir dokumentni olaman desangiz, bu значит dokumentingiz недействительный. И sizda kelajakda muammo bo'lishi mumkin, sizni 5 yilga deport qilib yuborishi mumkin. Shunga e'tibor beringlar. Uchoba, o'qish asosida dokument cho'zdirish bu faqat avgust, sentyabr oyida berilayotgan dokumentlar. Avgustdan keyin hamma olib dokumentlarni 1 yillik qo'l oladi. Hurmatli yurtdoshlar va ota-onalar, biz kompaniya Abcenter 7 yil davomida Rossiya universitetlariga bolalarni o'qishga kirishiga va o'qishida yordam berib kelyapmiz. 2026-yildan boshlab biz nafaqat Rossiya universitetlariga, Malayziya va Kitay universitetlariga ham yordam berishni boshladik. Endi agar siz Rossiyada, Kitayda, Malayziyada o'qimoqchi bo'lsangiz yoki o'qib ishlamoqchi bo'lsangiz, bu masalada biz sizga garantirованно yordam bera olamiz. Mana shu videoning tagida silka bor, silkadan o'tib, zaявка qoldirib, bepul konsultatsiya olsangiz bo'ladi. Yoki ekranda ko'rsatilgan nomerlar bo'yicha bemalol murojaat qilib, o'zingizga qulay bo'lgan davlatda va o'qish tartibini tanlasangiz bo'ladi. Endi bilasizlar, eng zo'r investitsiya odamning o'ziga qilingan investitsiya. Sizlardan kamgina harakat, bizdan bo'lsa yordam. Qanday muammolar bo'lishi mumkin? Agar siz o'qishga topshirdingiz, sizni dokumentlaringiz universitetda оформленияda, faqat ekzamen jarayonlari ketyapti, siz hammasini o'z vataningizdan turib qilyapsiz. Prikazingiz chiqmasdan turib, siz Rossiyaga bilet olib uchib kelyapsiz. Bu noto'g'ri. Birinchi xato mana shu. Nima qilish kerak? Siz o'qishga topshirdingiz, o'qishga kirdingiz, student bo'ldingiz, qo'lingizga prikazingizni oldingiz studentligingiz haqida. Keyin biletni olib, keyin uchib kelasiz Rossiyaga. Hozir 2026-yil bilasiz, что Rossiyaga har bitta kelgan иностранный гражданин 90 kun yura oladi xolos. 90 kundan keyin уже основание bo'lish kerak dokument cho'zdirishga. Birinchi основаниеңiz patent bermadi, kuydi, yopildi. Ikkinchi основаниеңiz bu uchoba. Uchoba bilan ola olasiz faqat prikazingiz chiqqandan keyin.
Sizda prikazingiz chiqdi, prikazni oldingiz, biletni oldingiz, keldingiz Rossiyaga avgust oxiri sentyabrda. Universitetga borib, ходатайство, litsenziya, spravka, studentligingiz haqida, studentskiy bilet, akkreditatsiyasini olib, borib 1 yillikka cho'zdirasiz dokumentingiz. Faqat o'shanda. Dalshi dokumentlaringizni 1 yil cho'zdirib oldingiz, o'qish tartibiga qarab, kunduzi, kechki, sirtqi sizga основание bo'lmaydi. Заочное обучение обязательно patent qilish kerak. Kunduzgi va kechki ta'lim siz spokойно ishlab o'qisangiz bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, agar sizdan patentdan отказ bo'lgan bo'lsa yoki sizni do'stingizda, tanishingizda videoni jo'natib qo'yinglar. Agar siz o'z davlatingizdan turib dokumentlarni topshirib, o'qish asosida Rossiyaga kelib ishlab o'qimoqchi bo'lsangiz, mana men sizlarga nomer qoldiraman pastda ekranda yoki videoni описаниесida. Bemalol menejerga telefon qilib, to'liq o'zingizga kerakli bo'lgan ma'lumotlarni olsangiz bo'ladi. O'rtacha o'qish narxlari kontrakt asosida o'qiyman degan bolaga, o'qib ishlayman deganlarga 90 ming, 95 ming rubldan boshlanadi. Bu 1 yilga. Uni 1 yil davomida 2 ga bo'lib to'laysiz. Shunga hammani sharoiti har xil, o'zlaringga qulay bo'lgan yo'nalishni, qulay bo'lgan kontrakt narxlarini tanlab, Moskva bo'ladimi, Piter bo'ladimi, hujjatlarni topshirib, kelib o'qib ishlab yursanglar bo'ladi. Patentdan отказ bo'lsa, bu degani ishlolmayman Rossiyada degani emas. Faqat bu narsani to'g'ri, qonuniy qilish kerak. Studentskiy bilet sotib olish kerak emas. Shuning uchun sizlar bilan men Maqsud Quvvatov, savollaring bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldirsanglar bo'ladi. Charchamanglar, hammaga omad.